Odan beri mana shu bola mashinamizni yuvyapti. Eng qizig'i, mashinaning ichida 20 ming dollarga yaqin pul bor. Va men shunday mashinani tashlab ketyapmiz. Qani nima qilar ekan? Pulni olarmikan, olmasmikan? Agar pulni olmasa, ishini 5 barobar pulini beramiz. Agar pulni olsa, kommentariyada nima qilishini yozinglar, menga juda qiziq. Sizlar ham mashinalarni mo'kay tashlaganmisizlar? Mo'kay tashlaganinglarda bu narsalar yo'qolganmi, yo'qmi? O'sha narsani izohda qoldirib yozib ketinglar. Ko'rishingiz mumkin. Mashinadan biz uzoqdamiz, mashinani yuvyaptilar. Biz hech narsa demaganmiz. Videoga olsam maylimi? Mana shu pul turgan bo'lsa, tegilmagan bo'lsa, vijdona men shu bolaga har safarga mo'kani 5 barobarini beraman dedim. Qalayapti. Pul oldingizmi, olmadingizmi? Yo'q, yana. Bildim, olmaganingizni. Pulga tegmaganlar va va'daga muvofiq 5 barobar necha pul beraman? 500 mingmi? Ha? Qani kelingchi. Bismillah. Hop. Lekin bu Ko'p lekin? Har birimiz har ishimizda vijdonan ishlasak, bu pullar aslida kam. Dostum. Rozi bo'ling. Ya rozi bo'laman. Bu nimaga bilasizmi? Ha? Haqiqatdan vijdonan ishlaganingiz. Hamma ishda ham vijdonan halol mehnat topish kerak. Ya. Aytadi-yu, bizni kutar. Biz kutgan kunlar. Orzuligicha qolmaydi. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim, ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevolsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Sholpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevolsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Sholpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Bugun O'zbekiston har tomonlama kuch va qudratga ega har tomonlama. Himoya qilinadi O'zbekiston o'zini, haddini bil fitnachi bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini ayta oladi, butun dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm-fanda har sohada bemalol, butun dunyo maydonida raqobatlasha oladi.